Men sizga loyihani tushuntiradigan bo'lsam, loyihamiz juda ham katta joyda joylashgan. 370 gektarga joylashgan ekan. 370 gektar. 370 gektarga 6 dona kirishi bor. Bu joydan 2 dona. Keyin bu tarafdan kirishi bor va buni lokatsiyasi Yas Island'da shunda ro'parasida joylashgan ekan. Ya'ni Abu Dabidagi Yas Island haqida gapiramiz. Abu Dabidagi Yas Island haqida gapiryapmiz. Mana bu ko'prigimiz Yas Islandga shunday o'tib ketadi. 5 daqiqada o'tib ketiladi Yas Islandga aka. Bu joyda eng eksklyuziv tomoni mana bu townhouse villalarimiz faqatgina 2200 dona bo'ladi. Va kvartiramiz 30 dona past balandligi zdanyalarimiz hisoblanadi. O'sha bu joydagi joylashuv, yashash insonlari 5500 ta inson bo'ladi xolos. Tushunarli. Keyin eng asosiy narsasi bu joydagi lokatsiyasi, bu Abu Dabiga eng turistik joyda joylashyapti. Va buni orqasida Abu Dabi xalqaro aeroporti bor. Tushunarli. Keyin bu proyektimiz 370 gektar hisoblansa, bundan keyin buni orqasidagi joylar davlat hisobidagi joylar. U joylarga proyekt kelmaydi 5 yil ichida. O'rtoqlar, bu proyekt, ya'ni Shoba City bu shunchaki Abu Dabi xaritasidagi yangi nuqta emas, balki poytaxt ko'chmas mulk bozoridagi kuchlar muvozanatini o'zgartiruvchi tektonik siljish. Men nima deyotganimni geografiyani yaxshi tushunadiganlar juda ham yaxshi anglab yetishdi. Meni otam geografiya o'qituvchisi bo'lganlar, shuning uchun bu kabi jumlalarni ko'p ishlataman. Xullas, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, qurilish sifati bo'yicha nuqson deyarli yo'q o'rtoqlar. Ya'ni Shoba Abu Dabidagi boshqa loyihalarni o'zini soyasida qoldirib, premium klass tushunchasini qaytadan yozib chiqmoqda. Tushunyapsizlarmi o'rtoqlar? Bundan tashqari geografik ustunlik va kelajak istiqboli, ya'ni agar Abu Dabidagi Yas oroli poytaxtni ko'ngilochar markazi bo'lsa, Shoba City uni yuragi va asosiy yashash manzili bo'ladi. Dubay va Abu Dabi o'rtasidagi joylashgan ushbu loyiha ikki amirlik iqtisodiyoti birlashgan nuqtadagi eng qimmatli aktivdir o'rtoqlar. Buni tushungan tushunadi. Bu yerda sotib olingan har bir kvadrat metr kelajakdagi megapolis markazidan joy band qilish demakdir. Men sizlarga o'rtoqlar eng zo'r loyihalardan birini, agar eng zo'ri bo'lmasa, agar u tavsiya qilaman, taklif qilaman.